Qashqadaryoda 100 yoshdan oshgan onaxon borligini bilarmidingiz? Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani Ko'chkak qishlog'ida 100 yoshdan oshgan onaxon istiqomat qilayotgani haqida Nurli Karvon blogida xabar berildi. Mahalliy aholi ehtirom bilan tilga olayotgan bu nuroniy momo Sanobar momo. Videoda ko'rishimiz mumkinki, onaxonning kayfiyati juda ham ko'tarinki. So'zlari esa tiniq, xotirasi ham ancha mustahkam. Yonida o'tirgan qizini ko'rsatib esa qizim 70 ga kirdi deb faxr bilan ta'kidlaydi. Bu esa bir oilada necha avlod vakillari bir davrada jam bo'lganini ko'rsatadi. Eng qiziq lahzalardan biri, eng yaxshi ko'rgan keliningiz qaysi deganda, onaxon o'zining kelinlaridan birini ko'rsatib, mana shu deya mehr bilan peshonasidan o'pib qo'ydi. Ushbu holat esa yig'ilganlarga ham iliq tabassum ulashdi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Sanobar momo 14 ta farzandni voyaga yetkazgan. Bugungi kunda esa 40 dan ortiq nevara va evaralar davrasida umr kechirmoqda. Katta va ahil oila, farzandlar e'tibori va mehr muhabbat balki uzoq umrning siri ham shundadir. Bunday nuroniylarimiz yurtimizning tirik tarixidir. Ularning hayot yo'li, sabr toqati va duolari yosh avlod uchun katta ibrat bo'lib xizmat qiladi. Eslatib o'tamiz, sal avvalroq Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi salkam yoshi bir asrga teng otaxon haqida ma'lumot berib o'tgan edik. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.